Avvalambor assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, Qudratillo o'z kanalining qadrli va hurmatli obunachilari. Agar umra ziyoratiga bormoqchi bo'lsangiz yoki ota-onangizni jo'natmoqchi bo'lsangiz, sizga umra mavzulari qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga bitta like bosinglar. Nimaga like bosinglar deyapman? Videomiz ko'proq odamga tarqaladi va ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. Albatta bizga ham tekkan foydalar shu bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, kanalga obuna bo'linglar. Videoni boshladik bo'lmasam. Reyslarimiz hozirgi kunda Toshkent, Jidda, Farg'ona, Madina, Andijon, Madina reyslari yo'lga qo'yildi. Agar kimdir umra ziyoratiga Andijondan yoki Farg'onadan yoki Toshkentdan bormoqchi bo'lsa, bittagina Zagram pasport bilan ishonchli litsenziyalangan davlat ro'yxatidan o'tgan qonuniy umra ziyoratiga bormoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz pastdagi raqamga aloqaga chiqib, 14 kunlik standart plus paketlarda joylarda bronxsiylar bo'ladi. Andijon Madina reyslarida aytib o'taman, Andijon Madina reyslarimiz 14 kunlik bo'ladi. Farg'ona Jidda reyslari ham shunaqa bo'ladi. Asosan Madina reyslarini aytib o'taman. Birinchi, ziyoratchilar Madina Munavvaraga qo'nadi, gastitsaga joylashadi. 2 kecha Madina Munavvarada bo'ladi ziyoratchilarimiz. 2 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Obed va ujin. Makka Mukarramaga keladigan bo'lsak, 12 kun, 13 kun bo'ladi ziyoratchilarimiz. 3 mahal zavtrak, obed, ujin o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Va undan tashqari qaysi aeroportdan ketishingizdan, qaysi guruhimizga qo'shilishingizdan qat'iy nazar, bizda 50 boshi aeroportdan birga olib ketadi, 14 kun birga ziyorat qilib, qaytarib olib kelib qo'yadi yana. Eng asosiy qulaylik tomonlari shu. Paketda ekonomiyami degan vatandoshlarimizga aytib o'taman, to'g'risi o'tgan yili ishlaganimizda ekonom paket ham sotgan edik $900 ming dollardan. Lekin ko'pchilik norozi bo'lib qoldi, chunki gastitsasi uzoq, sharoitlari yaxshi emasligini hisobiga. Endi albatta puldan tejaydigan bo'lsak, masalan, gastitsani 1 kilometrli emas, 2 kilometrli gastitsa olsak, bizga 150 ming so'mga kuniga tushayotgan gastitsa 75-80 ming so'mga tushadi. Va avtomatik bu yoqda paketning narxidan $50, $100 gastitsaga tushadi. Agar mahsulotni eskisini oladigan bo'lsak, narx yana avtomatik tushadi. Hurmatli vatandoshlar, sifatli, ishonchli, konkret, standart plus paketda bormoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz pastdagi raqamga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa bizda hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi. Mahsulotlar yangi solinadi, gastitsalardan yaqiniga qo'yiladi. Yaqini deganda qancha bo'ladi? Stankadan hisoblaydigan bo'lsak, примерно 1 kilometrning ichida ikkita gastitsamiz bor. Fajral Badi 6 1 kilometr atrofi bo'ladi. Samal Mix degan gastitsamiz bor. U примерно 700 metrdan oshiqroq bo'ladi. Madina Munavvaraga keladigan bo'lsak 200-300 metr atrofi bo'ladi. Hamma ziyoratlarga olib boriladi. Shular qatori Qizil dengiz sayohatiga ham olib boriladi inshaalloh. O'zbeklarning Kakiya bozori ham bor, albatta 50 bosh bilan kelishilgan holda Kakiya bozoriga umra badaliga borsanglar ham bo'ladi, firma xizmatlaridan tashqari bo'ladi va undan tashqari Toyif shahriga ham borishlik imkoniyatlari bor. Albatta o'zinglar o'zaro kelishgan holda bo'ladi. Kakiya bozor, umra badal, Toyif shahri. Undan tashqari firma qilib beradigan ziyoratlar sanab o'tadigan bo'lsam, Nabaviy tanishtiruvi, Baqiy qabriston, Ravzani konkret va'da qilamiz. Ravzaga ko'pchilik kirolmay qoladi borganda, ba'zi vaqtlari biz konkret Ravzani va'da qilamiz. Undan tashqari Qubo masjidi, Xurmo bog'i, Uhud tog'i, Arafat tog'i, Mino, Muzdalifa, Jamorot vodiysi, Qizil dengiz sayohati, Hazrati Bilol masjidi va Jannatul Mualla qabristoni, Jim masjidi, Daraxt masjidi, Makkada haram tanishtiruvlari bo'ladi albatta. Pastdagi raqamdan batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, Qizil dengizda yo'l kirib bizdan yaxtaga chiqishda, agar yaxtaga chiqmoqchi bo'lsanglar, kemaga, uni pulini albatta o'zingizlar отдельно to'laysizlar. Примерно o'zbek puliga 100 ming so'm bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xudo xolasa, pastdagi raqamdan batafsil ma'lumotni olib, Andijon, Farg'ona, Toshkentdan o'zingizlar joylarda bronxsiylar bo'ladi. Narxini aytib o'taman, videoda oxirigacha ko'rganlar, narxlari $1100 dan bo'lyapti. 14 kunlik umra ziyorati. Xudo xolasa biz xizmatda aloqaga chiqaverasizlar.